O'lim har bir tirik mavjudotning oxiri. Molik bo'lgan haq zot aytganidek, o insonni oxirat hayotiga eltuvchi yo'l. O'lim tirik jon uchun joriy qilingan Allohning sunnati va boqiy hayotning alomati. O'lim inson hayotining so'nggi daqiqalari. Uning amalga oshishi ba'zida soniyalarga, kunlarga, ba'zida oylarga cho'zilishi mumkin. Bu haqida Ka'baning Robbisi aytadi. Mana o'linmasligi, ya'ni jon chiqar payti haqqi rost yetib keldi. Ey inson, bu o'lim sen qochguvchi bo'lgan narsadir. Har bir odam bolasi yashab turar ekan, albatta bir kuni o'linmasligini totadi. Kimdir uni nafis havodek his qilsa, kimdir uni achchiq ekanini sezadi. Ammo o'lim jon taslim qilishning achchig'i, sakaroti bor. Payg'ambarlar xotami bo'lgan Rasululloh alayhissalomning kasalliklari ziyodalashib, o'lim soatlari yaqinlashib qoldi. Shu payt u zotning oldida bir idishda suv bor edi. U zot qo'llarini suvga chilab, yuzini yuvdi. Ingraganga o'xshash tovush bilan shunday dedi: Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Albatta o'limning achchig'i, sakaroti bo'ladi dedilar. O'lim qaysi bir inson boshiga yetib kelar ekan, o'sha odamni achchiq va shiddat o'rab oladi. O'lim farishtalari insonga Allohning amriga qarab muomala qiladi. Ulug' sahobiy Amr ibn As radhiyallohu anhu o'lim sharbatini tosib turgan odam holati qanday bo'lishiga qattiq qiziqardi. Ammo o'lim achchig'ini totib turgan odam buni gapirib bera olmaydi. Amr roziyallohu anhuning o'zi o'lim to'shagida yotar ekan, u kishidan bu holat qanday bo'lishi haqida so'radilar. Shunda Misr fotihi, kibor sahobiy bo'lgan Amr ibn As radhiyallohu anhu, o'lim shunday bir narsa ekan. Hozir ustimga tuhoma tog'lari qo'yilgandek yotibman. Tilim zanjirlab qo'yilgan ignaning teshigidan nafas olyapman. Robbim menga qanday muomala qilar ekan deb qo'rqyapman dedilar. Ha, o'lim juda achchiq bir haqiqatdir. Oyat karimalar va hadis shariflarda yosh bolalar o'lim sharbatini totmasligiga ishoralar bor. Ular kattalardek qattiq og'riqni, jon topshirishdek alamli azobni his qilmaydilar. Yosh bolalarning o'limi haqida olimlarning qiziq bahs munozaralari bor. Imom Tabaroniy rivoyatida kelgan hadisda payg'ambar alayhissalom bir go'dakni qabrga qo'yib shunday dedi: Agar biror kishi qabr qisishidan qutulishi mumkin bo'lganida, mana shu go'dak qutulgan bo'lardi. Inson bolasi borki, uni qabr bir qisib, so'ng qo'yib yuborishi bo'ladi. Bu ham insonning hayotdagi holatiga qarab kechadi. Bolalar qabrda munkar va nakir tarafidan hisob qilinadimi degan savolga aksar ulamolar, ular qabrda fitnaga, hisob-kitobga va imtihonga duch kelmaydilar deb aytadi. Payg'ambar alayhissalom shunday dedi: Nabiy jannatda, shahid jannatda, va yangi tug'ilgan yoki yosh go'dak bola va qiz ham jannatda. Ular 7-osmonda Ibrohim alayhissalom va ayoli Soraning kafilligida bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa rivoyatlarda keladi. Jannatda bir tog' yoki vodiy bo'ladi. U yerda doim bahor havosi hukm suradi. O'sha vodiyning o'rtasida ikki oqib turuvchi anhor daryolar bo'lib, ota-onasidan erta ajragan norasida go'daklar u tarafdan bu tarafga o'tib o'ynab yuradilar. Ularni Ibrohim alayhissalom bilan ayoli Sora ona kafilligiga olib, qiyomat kunida ularni ota-onalariga qaytarib berish uchun qarab turadilar. Qaysi bir mu'minning farzandi balog'atga yetmay vafot etsa, Alloh uni Ibrohim alayhissalom g'amxo'rligiga topshiradi. Yaxshi bilasiz, payg'ambarlarning tushi ham vahiydir va bunga shubha qilinmaydi. Rasululloh alayhissalom bir kuni ko'rgan tushni aytib berar ekan, menga ikki keluvchi kelib, biz bilan yuring deyishdi. Men ular bilan yurib yam-yashil vodiyga bordim. U yerda bahor havosi sezilib turardi. Vodiyning ustida bo'ylari uzun bir kishi bo'lib, yorqin nurdan va bo'yining balandligidan u kishining yuzi ko'rinmasdi. Atrofida esa bir-biridan chiroyli ko'p yosh bolalar turardi. Ana u kishi va bu bolalar kim deb so'radim. Shunda menga u gullar ichida turgan kishi Ibrohimdir. Atrofidagi yosh bolalar esa ota-onasidan erta ajrab fitratda dunyodan o'tgan go'daklardir deyishdi. Allohning rahmatidirki, ota-onasidan ajragan yosh go'daklar qiyomat kunida ular uchun dozoqdan parda bo'ladi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda shunday deyiladi: Bir musulmon oilaning yosh bolasi hali voyaga yetmay, hali qalam joriy bo'lmay olamdan o'tarkan, u jannat ahlidandir deb yozib qo'yiladi. Jannatga birga kirish uchun u ota-onasini shafaat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan kofir va mushriklarning bolalari haqida ham so'rashdi. Shunda u zot ularning amallarini Alloh biluvchidir dedilar. Olimlarning rivoyatlariga ko'ra, mushrik va kofirning o'lgan bolasiga qiyomat kunida tanlash uchun imkon beriladi.
u o'z yo'lini o'shanda tanlaydi. Iymon keltirib tasdiqlasa jannat ahlidan, inkor etsa do'zax ahlidan bo'ladi, deb quyidagi oyatni keltiradilar. Biz Tobron payg'ambar yubormaguncha, u orqali o'zimizning amr va farmonlarimizni yuborib, unga itoat qilishdan bosh tortmagunlaricha biron kimsani azoblaguvchi emasmiz. Yuqorida yosh go'dakdan erta ajragan musulmon ota-onalar uchun xushxabarlar aytildi. Alloh ularning bu musibatlariga malham qilib, qiyomat kunida katta mukofotlar hozirlab qo'yadi. Agar ota-ona farzand dog'iga go'zal sabr qilsalar, qiyomatda beriladigan mukofot dunyoda ko'rilgan bu musibatni bir lahzada unuttirib yuboradi. Alloh barchamizni o'z hidoyatidan og'dirmasin. Xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, o'zi afv etsin.